akalar, bugun obzorimizda Opel Mokko. Shu mashinani ko'rsangiz, signa achalib qo'yasizlar. Birinchilardan bo'lib propan o'rnatib berdik bu mashinamizga. O'rnatib bergan zapchastlarimizni obzor qilamiz. KMA Direct Modul 3 yangi versiya chempioni blok. GDI motorli mashinadagi GPI reduktor, turbinali dvigatellar yurgizadigan. Xo'p, bunga 0.3 farsunga qo'yganmiz. Barchaning sakaskarasini termotrubkalar bilan montaj qilib berganmiz. Orqasiga 47 litrli Belarusni balonni qo'yib berganmiz. Shumkalari bilan akkuratno qilib, idealno qilib. Zapravichnisi italyanskiy bo'lgan. Bu mashinamiz 1.3 объемga ega dvigatel bilan jihozlangan GDI motor hisoblanadi. 130 ot kuchiga ega. GDI motor bo'lgani uchun avtomobil 90 ga 10 rejimida harakatlanadi. 90% gazdan rasod qiladi, 10% benzindan rasod qiladi. Birinchiga mashinamiz altiga 2852 km yurgan. Xo'p, mashinamizda abagrev rullar bor ekan, cruise control, avtopilot. Xullas, inomarkada bor narsalar hammasi mujassam ekan mashinamizda. Narxini so'rasam akam 300 millionga olganman deydilar. Propan qo'yib berdik. Endi bu mashina o'zi arzimagan benzin rasod qiladi, lekin sifatli benzin yo'qligi uchun, sifatli benzin yoqilg'i yo'qligi uchun propan o'rnatib berdik. Xo'p, akam meni proverka qilib keldilar. 100 kilometrga taxminan 1 litr 200 atrofida benzin rasod qildi. Bu o'ta idealni. Mashinaga baho berib qo'yasiz, like bosib qo'yinglar. Mashina o'ta ideal ekan, zo'r ekan. Ixchamgina krossoverchi ekan. Kimda shunaqa Opel Mokko'si bo'lsa, qattiq gaz qo'yishni bilmayotgan bo'lsa, shu akalarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha Любой GDI, MPI yengil mashina Любой turga gazni ideal bajarib beramiz ishlarni. Kuzatib boringlar. Bizga yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar.